Bismillahirrahmanirrahim. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning navbatdagi uchlik durdonalarini Imom Buxoriy hazratlari o'zlarining Al-Adabul Mufrad kitoblarida keltiradilar va bu hadisni Hisham ibn Amir ismli sahobiy rivoyat qilganlar. Bu hadis-u sharif jamiyatimizdagi juda ham ko'plab ijtimoiy muammolarni hal qilishlikka sabab bo'ladigan ahamiyatga ega bo'lgan bir hadis bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: La yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa thalath. Hech bir musulmon boshqa bir musulmon birodari bilan 3 kundan ortiq arazlashligi mumkin emas dedilar. Fa innahuma nakibani anil haqqi ma dama fi siramihima. Ikkalalari ham haqdan yuz o'giribdilar, haqdan uzoqlashibdilar, modomiki arazlari davom etadigan bo'lsa. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, albatta hammamiz ham insonmiz, ojizlik qilamiz. Ba'zan birimiz boshqa birimizni xafa qilib qo'yamiz. O'rinlikdir, o'rinsizdir, bir-birimizdan arazlab qoladigan o'rinlarimiz bo'ladi. Mana bu holatlarda islom insonga haq beryapti ki arazlashga haqqingiz bor, xafa bo'lishga haqqingiz bor. Lekin unutmang, buni chegarasi bor. Arazlash ekan deb bir umr yuz ko'rmas bo'lib ketishlik, arazlash ekan deb bir umr bir-birini dushman qilib olishlik, albatta bular islomda joiz bo'lmagan, mumkin bo'lmagan amallardan ekan. Ikki musulmon tabiiy hol o'z-o'zidan bo'ladigan ish, arazlashib, janjallashib qolgan vaqtlarida mayli bo'ldi ham deylik shundoq holat, 3 kundan oshiq arazlashib yurishliklari shar'an joiz bo'lmas ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarida davom etadilar: "Va inna awwalahuma fay'an yakunu kaffaratuhu 'inda sabqihi bil fay'." Ikki arazlagan kishidan qaysi birisi birinchi bo'lib qaytadigan bo'lsa, bu arazidan voz kechadigan bo'lsa, mana shu arazidan voz kechishligi uning gunohlarining kafforatidir. Va immata ala siramihima lam yadkhula al-jannata jami'an abada. Agarki mana shu arazlagan hollarida ikkalalari ham vafot topib ketadigan bo'lsalar, omonatlarini taslim qiladigan bo'lsalar, u holda ikkalalari jam bo'lgan hollarida abadan hech bir zamon jannatga kira olmaydilar. Va in sallama alayhi fa aba an yarudda alayhi salama. Agar birlari ikkinchi birlariga salom beradigan bo'lsalar, u ikkinchi birlari salomni qabul qilmasa, javob bermasa, alik olmasa, radda alayhi al-malak. Bu salom bergan odamga Allohning farishtalaridan biri, malaikalardan biri javob beradi. Va radda alal akhari ash-shayton. Ikkinchi biriga esa qaysarlik qilib turib olgan, salomga javob bermaganiga esa shayton javob beradi dedilar. Albatta hayotimizda har birimiz bu kabi misollarni ko'plab keltirishligimiz mumkin. Haftalab, oylab, balki undan ham uzun-uzun zamonlar, undan ham uzun-uzun muddatlar bir-birlari bilan muomala qilmasdan, munosabat qurmasdan, hattoki qarindoshlar orasida, aka-ukalar orasida, yaqin bo'lgan do'stu birodarlar orasida arazlashib uzoq muddatlar yurgan birodarlar, do'stlar, qavm, qarindoshlar borligini bilamiz. Alloh taolo o'zi hammalarimizga insof bersin. Alloh taolo oralari buzilgan, oralarida shayton kirgan do'stlarimizni, birodarlarimizni Robbim o'zi isloh qilsin. Tez orada mana bu hadislarni, mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan xabarlarini eshitganimizdan keyin eng birinchi qiladigan ishimiz hammasini tark qilib, birinchi navbatda salomni boshlaydiganlardan, birinchilardan bo'lib qolishlikka harakat qilishligimiz lozim bo'ladi albatta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.